Shirinlarim, assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan eng mazali golubsi taomni tayyorlaymiz. Buning uchun bizga farsh, guruch, zelin, bulg'or qalampiri, oливковый maslo, piyoz va ziravorlar kerak bo'ladi. Hamma masalliqlarimizni maydalab to'g'rab olganimizdan keyin farsh, guruch, zelinga tuz solamiz, kashnich solamiz va ozgina oливковый maslo ham sovuramiz. Shunda yana ham mazali bo'ladi. Tayyor masallig'imizni bolgarskilarimizni ichiga solib, chiroyli qilib taxlab olamiz. Qizib turgan gazimizga yog' solib, piyoz va zelinni yaxshilab qovurib olamiz. E'tibor beramiz, zelinni masalliqni ichiga ham, qozonga ham solyapmiz. Yaxshilab qovurilgandan so'ng ozgina tuz namagini to'g'rilab, bolgarskilarimizni terib chiqamiz. Undan keyin ustiga suv solib, qaynaganidan so'ng ko'piklaridan tozalab turamiz. Qarabsizki, juda ham mazali, suvli, sochni golubsi taomi tayyor. Hammaga yoqimli ishtaha tilab qolamiz. Ayniqsa sveji qatiqlar bilan yesangiz bormi, ayni muddao bo'ladi. Hammaga yoqimli ishtaha. Kanalimizga podpisatsiya bo'ling.